Bolalarga ko'chadan kireshka olib berishni to'xtatish vaqti keldi. Chunki bunday kireshkalar tarkibida sog'liqqa zararli bo'lgan juda ko'p mahsulotlar bor. Mana uy sharoitida ham kattalar va bolalarga juda foydali kurs bo'lib pishadigan kireshka tayyorlash mumkin. Retseptini video tagida yozib qoldiraman. Sizga hozir no'xat va zig'ir uni foydalari haqida gapirib bermoqchiman. Demak, no'xat juda foydali mahsulot bo'lib, uni tarkibida asab tizimi va moddalar almashinuvi yaxshi faoliyat yuritishiga yordam beradigan vitamin B guruhi mujassam. Shuningdek, yurak-qon tizimi va suyaklarni mustahkamlashga xizmat qiladigan kaliy, kalsiy, magniy kabi minerallarga boy. Zig'ir uni glutensiz mahsulot bo'lib, qondagi xolesterin darajasini normal holatga keltirishi bilan birga organizmda yomon o'simtalarning paydo bo'lishidan asraydi. Shuningdek, teri, soch va tirnoq sifatini yaxshilaydi. Organizmdan ortiqcha suyuqlikni chiqarib tashlaydi. Va yana bundan tashqari juda ham ko'p foydalari bor. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'ying. Like bossangiz, yanada foydali retseptni siz uchun qo'yaman.